Darhaqiqat Namangandagi Murod shifo tabobat markazining dovrug'i bugungi kunga kelib nafaqat O'zbekistonda taraldi, balki qo'shni davlatlarda ham bu markazni yaxshi bilishadi. Qanchadan qancha odamlar bu yerga ishonch bilan dardlariga davo izlab kelishmoqda va tuzalishmoqda. Markaz tabobat yo'li bilan tabiiy usulda ximikatlarsiz odamlar joniga oro kirmoqda. Ularning turli dardlardan forig' bo'lishiga sababchi bo'lmoqda. Hech narsa bo'sh joyda paydo bo'lmaydi. Ana shu ma'noda aytish kerakki, Murod shifo tabobat markaziga tamal toshini qo'ygan Ne'matjon Abdullayev o'tgan asrning 80-90-yillarida taniqli tabib bo'lgani, ko'plab insonlarni davolagani bugun ham e'tirof etiladi. Adabiyot gazetasida bir katta maqola yozib, endi men ko'p maqola yozganman matbuotda-ku, lekin bu qadar shov-shuv bo'lgan maqolani masalan men haligacha eslayman-da endi. Ular-ku endi u yoqda Yangiqo'rg'onda, biz Toshkentda ertalab ishxonaga kelsak qancha odam keladi. Shu biz o'sha Paramon qishlog'ini qanday qilib borish kerak? Yo'li qanaqa? Bizga bir nima bering, yo'llanma bering. Biroz nima iloji bo'lsa sizni ham olib boraylik, mana mashina deb shu endi ilinj bilan nima qilishadi-da endi. Ne'matjon Abdullayev ham, Murodjon ham o'zlari xalq tabobatida qaysi xastaliklarni davolasa bo'ladi, muolaja qilish mumkin, shifo berish mumkin va qaysilarida hali tibbiyot bunga qurbi yetmasligini bilardilar. Ular Paramon qishlog'ini mana ko'p 100 yillik tarixida o'zlariga munosib nom qoldirdilar. Ne'matjon Abdullayev o'g'li Murodjon Abdullayevni shifokor tabib bo'lishini orzu qildi. Giyoh qidirib qayerga borsa o'zi bilan olib yurdi. Tabiblikka manda uyg'onish qaydan boshlandi? Shu toqqa chiqqanimizda ko'proq qirg'izlar bilan birga bo'lar edik. Ana shu joyda bir yigit, qirg'iz yigiti o'tin chopayotganda qo'lini chopib oldi. Endi u joyda birinchi yordam ko'rsatishga umuman imkoniyat yo'q, domlajon. Shunda dedim, bir giyohga olib keldilarda, ikkinchi giyohga aralashtirib turib shu chopgan joyiga qo'yib turib, shuni lattada boylab qo'ydilar. Va ertaman qarabsizki, haligi joy butun bitib ketganda, bir kunda mana buni ko'rganimdan keyin menda ishtiyoq uyg'ondi. Endi biz oylab o'sha qirg'izlar chodirlarida qolib giyohlarni terardik. Yana kunlardan bir kuni shu qirg'iz do'stimizni bir kichikroq farzandi istimalab qoldi. Birinchi meditsina yordamini ko'rsatish uchun u joyda tibbiyotda oyog'i yetib bormagan. Sharoit yo'q. Nima qilish kerak? Otda olib tushamiz deb turganda nimaga qishloqqa. Yo'q, buni olib tushish shart emas dedilar-da. Dedim, shunda ba'zi bir giyohlarni olib kelib turib qaynatdilar, yuvintirdilar va eng asosiysi oddiy kiyik o'tni quyuq qilib qaynatib turib, bolani o'rab turib, birin-ketin qoshiqda ichkizdilar. Ko'ribsizki, yarim soat, 1 soatda ichida isitmadan asorat ham yo'q. 1 soatdan keyin bola turib o'ynab yurdi. Mana buni ko'rganimdan keyin o'zimda mana shu tabobatga bo'lgan qiziqish juda yuqori darajada uyg'ondi. Murodjon Abdullayev otasi niyat qilganidek tibbiyot institutida o'qidi. Tinimsiz izlandi. Bemorlarni, ayniqsa jigar kasalliklari bilan og'rigan minglab insonlarni davoladi. Murod shifo tabobat markaziga asos soldi.
Siz ko'rib turgan mana shu zamonaviy, bemorlar uchun har tomonlama qulay bino qurilib ishga tushirilishga bosh-qosh bo'ldi. Lekin umri qisqa ekan. 50 yoshida hayotdan ko'z yumdi. O'zbekistonda dunyoda birinchi bo'lib xalq tabobati fani yaratildi. Ana shu xalq tabobati bo'yicha olimlarimiz, tabiblarimiz ilmiy ishlar yozib, dissertatsiyalar yoqlay boshladi. Mana namanganlik, Yangiqo'rg'onlik Murodjon Abdullayev shifokor, oliy ma'lumotli vrach va tabib edi. Ana shu Murodjon juda ko'p kasalliklarni davolab, shu gepatit kasalligini xalq tabobati uslubi bo'yicha davolash mavzusida dissertatsiya himoya qildi. Dunyoda birinchi bo'lib xalq tabobatidan dissertatsiya yozgan odam bu Murodjon Abdullayev bo'ladi. U juda ko'p kasalliklarni davolagan bir ajoyib inson edi. Inson Alloh tomonidan berilgan umrda yashaydi. Ming afsuski Murodjon olamdan o'tib ketdi. Lekin Murodjonni ishlarini davom ettiradigan oila a'zolari, farzandlari borki, Murodjon bilan birga faoliyat ko'rsatishgan. Mana Yulduzxon Murodjonni oilasi bir umr shu Murodjonni yonida turib bemorlarni davolagan. Yulduzxon O'zbekiston Tabobat akademiyasida rasmiy ro'yxatga olingan tabib. Yulduzxon bugungi kunda o'sha Murodjonni ishlarini davom ettirish maqsadida bemorlarga yordam beryapti. Murodjon bilan birgalikda Yulduzxon 10 dan ortiq yangi oziq-ovqat qo'shilmalarini ixtiro qilishgan va ular bugungi kunda amaliyotda qo'llaniladi. Murodjon bilgan juda ko'p ilmlarni o'ziga olgan inson. Men o'ylaymanki, Murodjonni ishini shu Yulduzxon, uni farzandlari birgalikda davom ettirishadi. Darhaqiqat butun bir boshli tabobat markazi faoliyatini davom ettirish Murodjon Abdullayevning ayoli Yulduzxon G'aybullayevaning zimmasida qoldi. Yulduzxon qaynotasi, turmush o'rtog'ining tabiblik sohasidagi har bir o'gitiga amal qilgan, tabiblik sirlarini obdon o'rgangan. Qaysi giyoh qanday kasalga davo erinmasdan yozib olgan. Bu borada yetarli tajriba to'plagan edi. Shu sababdan u bu katta mas'uliyatni bo'yniga ola oldi. Hozir men sizlarga tanishtirgan giyohlarimdan o'sma saraton kasalliklarida keng qo'llanadigan giyohlar to'plamidan damlama tayyorlab ko'rsatib beraman. Xo'p. Mana bu giyohimiz tanishtirgan Veronika o'simligimizning yer ustki qismi hisoblanadi. Bundan bir osh qoshiq olamiz. Bu giyohimiz Lagaxilus giyohi deb ataladi. Bundan bir osh qoshiq olamiz. Bu giyohimiz barguzub deb nomlanadi. Barguzubni barglaridan quritib tayyorlangan holatida bir osh qoshiq olib qo'shamiz. Bu giyohimiz bo'rigul deb nomlanadi. Bu giyohimizdan yarim qoshiq olib qo'shamiz. Bundan tashqari holatda sistemli giyohimizning kukunlaridan bir choy qoshiq olib qo'shamiz. Qaynatilib 70 gradusga tushirilgan qaynoq suvdan 350 gram o'lchab qo'shamiz. Bu giyohimizning o'sma kasallikning hamma turlarida bemalol iste'mol qilinsa bo'ladi. Saraton kasalligini ildizini quritishda keng foydalanamiz bu o'simliklarimizdan. Bu damlamamizning ichilish tartibi 450 gram qaynoq suvga tayyorlab 20 minut damlab qo'yganimizdan keyin ovqatlanishdan 1 soat oldin och qoringa 100 gramdan suzib iste'mol qilamiz. Bir kunda 4 mahal qabul qilamiz. Ertalab va kechqurun hamma bemorlarimiz o'zini qaysi vaqtda yotib, qaysi vaqtda turishlarini hisobga olib, kun davomini 4 ga bo'lib, shu vaqtlarda ovqatdan 1 soat oldin iste'mol qilishlari mumkin. Buxoro viloyatining Kogon shahridanman. 2021-yilda gepatitning C bilan kasallanganman. Davolandim infeksionda viloyat больницасida. Undan keyin 22-yil, 23-yilda Kataqo'rg'on Ergashotaga qatnadim. Keyin haligi uncha natija bermadi. Keyin haligi
Buxoro viloyat televideniyasidan 24-yilda mana bu Murod shifoni ko'rib qoldim. Reklama qildilar. O'tgan yil 24-yilda 16-iyuldan keldim. Murod shifoga, Yulduz opaga murojaat qildim. Bu kishi meni tekshirildi, bu yerda bular tekshirtirib, hammasini aniqlab, ana giyohlarni berdilar menga, giyohlarni nima qilishni, ichishni. Shundan birinchi kursni oldim. Keyin 2, keyin 3. Tekshirgan paytlarida shu yerda menga haligi jigarning qattiqlashishi 2 ga o'tgan ekanda, 2 ekan. Keyin haligi shu yerda 4 kurs haligi giyoh ichdim, 4 kursni ichdim. Hozir ancha yaxshi bo'lib qoldim, Xudoga shukr. Ancha yumshab jigarim yaxshi bo'lib qoldi hozir. Ancha yaxshi bo'ldi. Yana bir kursdan keyin butunlay sog'ayib ketar ekanman, Xudoga shukr. Lekin giyohni ichgan bilan birga parhez ham qilish kerak ekanda, beparhez bo'lmasin ekan. Giyohlarni ichgandan keyin ichish paytida ham parhez qilish kerak ekan. Parhez juda yaxshi yordam berdi giyoh bilan birgalikda yaxshi ekan. Mana hozir bugun kelib topshirdim, mana 4-chi ichib bo'lgandan keyin ancha yaxshi chiqdi natijalari, Xudoga shukr. Yana bir kurs ichaman-da, shu bilan butunlay sog'ayib ketayotganim. Alloh taolo menga bir shuna dard berdi. Peshonaga xol chiqqanda 20 oy oldin, keyin sekin aldaqa bo'lib yara bo'lib ko'payib, yong'oqday bo'lib ishigan edi. Bola chaqa ham aldaqa hamma tashvish qilishdi, bu nima bo'lar ekan. Keyin tekshirgani Toshkentga olib bordik. Tog'ayev degan vrach bor ekan, qandaydir klinikada. Apparat O'rta Osiyo bo'yicha o'sha yerda bor ekan. Tekshirdi. Tekshirgandan keyin suhbatlashdik. Suhbatda aytdiki, bu nechiga kirdingiz dedim, aytdim, aytgam 80. Ko'p yashang, iloyim ko'p yashang, davolanish kerak, lekin Miravoyda davo yo'q dedi bu dardga. Hamma hayron, endi ko'ngil shunday qoldiki, qo'yaverasiz o'sha gaplariga. Keyin keldik, O'shga borib davolandim 1 oy. Bir tabiiy aldaqa bir tomirni aldaqa qilishdi, qora parpi der ekan, akonik tomirlarini ichdim. Rezultat bo'lmadi. Televideniyada Ruxsor televideniyasini reklamasini ko'rdim, Ruxsor televideniyasi Namanganni maqtadi. Murod shifo klinikasida shunaqa davolanadi giyohlar bilan deganiga keldim, atayini o'sha yerdan Quvasoydan bu yoqqa keldik. Keldi, yaxshi kutishib oldi. Kutib olgandan keyin 10 kunga ruxsat olib yotdik, yaxshi davolashdi. Yana 5 kun pradlit qildik, 15 kun. 14 kun deganda yong'oqday xol o'zidan o'zi so'rilib yo'qoldi, mana shu peshonadagi xol. Keyin medsestralarga suyunchi oldim, manda qilib hamma chappak cholishdi. Hamma xursand bo'ldim, men ham xursand, bola chaqa xursand, qarindosh urug' xursand. Yaxshi bo'ldim, Xudoga shukr, behisob shukr. Mana shu Murod shifo klinikasiga rahmat, shunchalik davoladi meni. Keyin yana Toshkentga borib ko'rsatdik, o'sha apparatga. Apparatga borgandan keyin kelib hayron qoldi o'sha vrach. Nima bilan davoladingiz dedim, giyohlar bilan Namanganda dedim, shunaqa Murod klinikasi giyohlar bilan davoladi desam, u ham xursand. Shunaqa bo'lib, mana Alloh taolo shifosini berdi. Shifo klinikasida mana Namangandan shifo topdim men. Agar shunaqa dallaring bo'lsa, kelinglar Murod shifoxonasiga, Namanganga davo topinglar. Yulduz G'aybullayeva rahbar bo'lgan qisqa davrda Murod shifo tabobat markazida yangi davolash usullari yo'lga qo'yildi. Viloyatlarda yangi filiallar ishga tushdi. Endi esa Murod shifo jamoasi dorivor giyohlarni dorixonalarga chiqarish niyatidalar. Hozirgi mana 2025-yilga rejalashtirgan dorivor giyohlarimiz to'plamidan dorixonalarga Xudo xolasa yetkazib chiqazib beradigan mahsulotlarimizdan 12 xilini tuzdik. Mana shu 12 xil giyohlarimiz to'plami 12 xil eng jiddiy kasalliklarga qaratilgan dorivor giyohlar to'plami. Bular qaysi kasalliklar? Birinchi o'rinda hozirgi kunda avj olib ko'payib borayotgan kasalliklardan biri virusli gepatit kasalliklari bo'yicha chiqazilgan dorivorlar to'plami. Ham kasallikni davolash uchun, ham profilaktika uchun ichishlari bemalol mumkin. Ikkinchisi o'sma kasalliklarini ham qisman o'sha yengil formalarini davolash uchun va profilaktika oldini olish uchun. Uchinchi giyohlarimiz to'plami bo'g'im kasalliklariga qaratilgan. Ko'ksa artroz, artrit, poliartrit, astroxondroz, revmatik artritlarga qaratilgan kasalliklar bo'yicha chiqazilgan. To'rtinchi giyohimiz immunitetni ko'taruvchi
giyohimiz hamma yoshlaru yoshi katta yoshi kichik hamma insonlarimizga to'g'ri keladigan holatda tayyorlab chiqardik. 5-inchisi buyrak kasalliklari bo'yicha mana buyrakda pielonefrit yallig'lanish kasalliklari, buyrak tosh kasalliklariga, glomonefritlargacha hattoki qaratilgan dorivor giyohlar to'plamini dorixonalarga taqdim etish uchun tayyorladik. 6-inchisi erkaklarimizda ko'proq hozir uchrab borayotgan impotensiya kasalliklari uchun tayyorlab chiqarilgan dorivor giyohlar to'plami. Asab tizimiga qaratib tayyorlangan dorivor giyohlar to'plami, qon bosimiga qaratib tayyorlangan giyohlar to'plami. Hozirgi kunda yana asosan avj olib borayotgan kasalliklar turidan biri qandli diabet kasalligiga qaratib tayyorlangan giyohlar to'plami. Shu jiddiy 12 xil kasalliklarni davolashga ham profilaktika uchun oldini olishga qaratilgan dorivor giyohlar to'plamini Xudo xolasa 2025-yil fevral oyidan dorixonalarga taqdim qilamiz.